Mikasa plus qo'yib yuboring, narxini bilmoqchi bo'lsangiz debdi. Mana bu ayni posudani narxini bilmoqchi bo'lsa plus bosing degan, men uni bilmay repost qilganman o'rtoqlar. O'zimni ko'rib repost qilsam, menga plus bosishibdi narsa. Rahmat. Sizlarga katta rahmat e'tiboringiz uchun, sizlar qiziqish bildirganingiz uchun. Mana buni narxini bilmoqchi bo'lsanglar, Mikasaga hoziroq plus oting. Tepadagi narxini sariqni bilmoqchi bo'lsanglar, buni Korolevskiyni, buni oti nima? Astra. Astrani bilmoqchi bo'lsanglar, Zolotaga plus otinglar. Bitta dona qolgan o'rtoqlar. Bir dona qoldi. Mana bunaqa qozon, perlamutrli qozon, buni o'zini bleski bor, ko'rayotgan bo'lsanglar, dano anaqaga o'xshaydi. Dumlini nima derdi? Suparisini, Rusalka. Rusalkani anaqasiga o'xshaydi, nima deydi? Ko'rasiga o'xshaydi anaqasi. Multfilmdagi Rusalochkani. Mana bunaqa qozon bor. Bu ham ekologически чистый produktdan qilingan. Ma'mulari oqarib ketmaydigan, nima edi tillasi? Oqarib ketmaydigan tillalardan qilingan, tagiga olmaydigan. Dab solsanglar bo'ladi posudamoykaga, lekin hamma so'raydi, posudamoykaga solsa bo'ladimi deyman. O'ylay, agar bitta ham ayol posudamoykaga solib, yo'qmaydi. Uni to posudamoykani ochib ichiga qilgungacha o'tiramanmi deydi-da, jahli chiqib qo'lida yuvib tashlaydi. Sen o'zbeklarning anaqasi tezligiga uni Yevropani mashinkasi kuchi yetib bermaydi. Bizning tozaligimizga. Mana bunaqasi ham bor. Skaborodkaga o'xshagan, faqat mana bunaqa qozon. Jarovnik. Jarovnik deydimi? Pachoq qozon. Bu. Pachoq qozon. Pachoq qozon. Bir pachoq qo'yganga o'xshaydi rostdan. Mana bunaqa skaborodkasi bor. Skaborodkasi juda ham katta. Kattaligiga qaranglar buni. Buni ichida ham ovqat bemalol qilsa bo'ladi. Juda katta lekin chuqur ham ichi. Ham katta, ham chuqur mana. Kartoshka podamashimda zo'r pishadi bunda. Bundan bitta dona qolgan. Bu любой remontga tushib ketadigan. Ko'pchilik o'zi oq, bejli qidiradi o'zi. Ana vijir-vijir bo'lmasin, u bo'lmasin, bu bo'lmasin deydi. Mana sizlarga vijir-vijir bo'lmagan chiroyli qozon nabor. Bu ikkita qozon. Bu ham qolmabdi. Bu bitta dona qoldi faqat. Nechta olib keldingiz bundan? 10 ta zakaz qilingan. 10 ta zakaz qilingan, bitta dona qolgan. 9 ta baxtli hozir uy bekalari maza qilib buni ishlatishyapti. Sen desa yo'q. Ha, bu. Odatda men uyda nimani ishlataman? Mana shunaqa hamma narsamiz bor. Odatda ko'proq men buni ishlataman. Nima uchun? Ichiga sut solaman, kasha tayyorlayman, keyin tuxum qaynataman. Mana shunaqa narsalar uchun uyda odatda bizda bu ishlaydi. Hamma narsa uchun shu. Sizlarda ham menimcha uyingizda mana shu ishlasa kerak. Keyin anaqa ham bor, bilasizlarmi endi hozir? Hech kim tanimasa kerak-ku. Kamdan kam tan olishadi. Ovqat istvarsa, shunda. alohida isitlar. Keyin ovqat qilgansiz, mana qarang, Oybekam. Ovqat qilgansiz, eringiz kelmagan, lekin bolangizni qorni och. Nima qilasiz? Alohida ovqatni olib, mamunga guruch solib, mastavasini pishirib berasiz bolangizga. To'ppa. Mehmon kelib qolsa ham alohida mamuni o'ziga guruch solib pishirib beradi. Chunki u ani qozonga solsa bo'kib atalib bo'lib qoladi mastavasi yoki ugrasi. Alohida solib pishiriladigan ovqat qozonimiz ham bizda shu uyda asnovni ishlaydigan. Keyin xo'rda qilib beringlar desa ham shu. Mana shu xo'rdada ham shu ishlatiladi, atalaga ham shu, kashaga ham shu. Hamma narsaga xullas kelib men shuni ishlataman. Va yana mana bu skaborodkalarda ham bemalol qaynatsanglar bo'ladi. Ustini yopib qo'yib qaynatsanglar, anaqa chiqadi, даже nima deydi? Shirin chiqadi. Ha, keyin buni pachoq qozonning ichiga mana bunday suv solib, tuxumlarni bunday chaqingda suvning ichiga. Chaqib qozoningizni yopib qo'ysangiz, shunaqa zo'r pashot pishirib beradi, shunaqa zo'r pashot chiqadi. Bunday ham qilsanglar bo'ladi pashotlarni. Mana bunaqa qilib aylantirib. Ana dumaloq xohlayotgan bo'lsangiz, pashotni bunday qilib, bunday aylantirsangiz bo'ladi. Bemalol. Xullas xohlagan narsalarni qilaverasizlar. Hammasi juda ham udobniy. Bu kalita, bu takoy premialniy-da. Yana mana bunaqalari bor, bejevliyniki. Вот, стальной temirlari bilan, bu tilla temirlari bilan, bejevliy, bu bejevliy stальной bilan.